O'zbekistonda 29-yanvar kuni ham qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 29-yanvar qanday ob-havo bo'lishi aytildi. Unga ko'ra payshanba kuni ham qator hududlarda qor yog'ishi mumkin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 05 daraja sovuq bo'ladi. Ustiyurtda kechasi 17-22 daraja sovuq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 2-3 darajalik bo'ladi. Cho'l hududlarda 8-13 daraja, kunduzi 05 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 2-3 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab biroz qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 05 daraja iliq, kunduzi 2-3 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, qor ko'chish xavfi bor. Shamol yo'nalishi o'zgarib turadi. Sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. O'zbekistonga 22-yanvardan Rossiya hududlaridan nam va nisbatan sovuq ob-havo massalari kirib kelgandi. Havo harorati yana pasayadi.